Max Tuningdagi Midnight Cobalt'imiz tayyor holatda. Bu avtomobilni to'liq shumizolyatsiya qilib, bir qancha navrotlar ham qilib berganmiz. Qilingan ishlarni bitta-bitta ko'rsatib, obzor qilib beramiz. Tablolarni tuning qilib, polniy salon podsvetkalarini oq rangda qilib berganmiz. Malibu 2 bar o'rnatib berdik. Malibu 2 barimizdagi stena bagajlarni o'rnatib, ulab ishlatib berganmiz. Tracker 2 rulni polniy komplektatsiyasi bilan ustunovka qilib berdik. Stenalarimizdagi München chexollarni taqib berganmiz. Qizil chokda bo'ladi, rul bilan bir xil. Magikarp 909 start-stop bilan komplekt o'rnatib berdi. TSC3 Full HD zadniy kamerasi bilan birga o'rnatib berganmiz. Tracker 2 vakuum datchik qilib berdik. Eshik ochganda oyna tushadi, yopganda ko'tarilib beradi. Polniy salon Diamond Eco print qilindi hamda shuni komplektida eshik ruchkalariga ham podsvetkalar qilib qo'yganmiz. Qaranglar, bu ham polniy bo'ldi. Undan keyin pisochniy faralar, Black Piano emblemalar hammasi polniy Midnight'ga mos bo'lgan holatda qilindi. Lupa fari, lupali tumanka, Black Piano oblisovka hammasi komplekt bo'lgan, xudo xolisa. Xatlar bo'yicha Max Tuning aloqaga chiqaverasizlar, ishdan chiroyli qilib bitirib beramiz.